Portugaliyada rezidensiya olib, oilasini olib kelib, Uber taksida ishlab, hozir esa qurilish sohasida ishlab kelayotgan Rustam aka Israilov. 2018-yilda kelganman. Turistik viza bilan kelganman. Litovskiy viza ochganmiz. Maktablari yaxshi. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Rustam aka bilan ko'rishyapmiz. Rustam aka, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Biz sizdan o'zi ertalab intervyu qilishimiz kerak edi. Endi kechqurun emas. Endi men ishingiz bo'lganiga biz sizni tushunib kechga intervyu qilyapmiz. Siz iltimosingiz bilan. Rahmat intervyu o'tganingiz uchun va ketdik. Rustam aka, birinchi Portugaliyaga kelganingizda nima ish qilgansiz? Birinchi payt kelganimda 3-kuni posuda chiqaradigan fabrikada ishga kirdik. Shunda posuda chiqaradigan fabrikada bizlar примерно mana shunaqa chashkalar chiqarardik. 2018-yilda kelganman. Iyul oyida. Shundan beri bir marta uyga borib kelman Qozog'istonga. Bu yoqda 2 yil bo'ldim. Ikkinchi kelganimda 2021-yil kelganman. Bu paytda Agida degan shaharga kelganman. Agida shahrida. Shaharda bizlar mebelni Howard degan amerikanskiy kompaniya, amerikanskiy fabrikaga ishga kirgan. Mebellar ofisi chiqaradi. Bu yoqda 1,5 yil ishlab, keyin Belgiyaga ketdim. Belgiyada по kontraktу portugalskiy kompaniya bilan 3 oy ishlab, стройкада ishlaganda, наемный работник bo'lib, 3 oy по kontraktу ishlab qaytib kelganman. Rustam aka, давайте anaqa gaplashaylik. Meditsina to'g'risida, Portugaliya meditsinasi qanaqaligini. Chunki men o'zimdan ham boshimdan o'tgan. Men Mirandaga kelganimda barmog'imni problemasi bo'lganda, boshimdan ancha-muncha narsa o'tganda. O'shaning uchun sizda qanaqadir bir narsa bo'lganmi? Shuni aytib bering menga. Meditsina voqealari bo'lgan. Biroq men o'zimda emas, bolalarimda bo'lgan. Shu bolalar temperaturasi chiqib, mana shu sezonniy og'riyotgan paytlari nima qilishni bilmagandan keyin больницаga olib borganda, больница bo'lganda, shu poliklinikaga olib borganda bu yerda juda katta очередь. Eng katta problemasi очередь. Ana shu tiket olasan, очередьni kutasan. Birinchi очередь registratsiya qilishga очередь kutasan. Balang og'riyaptimi, qiynalyaptimi, bularga farqi yo'q. Katta shahar bo'lgandan keyin katta очередь. Shundan vrach ko'radi. Vrach ko'rgandan keyin bularda o'zi bu yerda даже portugalistlarning o'zlarining prikoli bor-da bu yerda. Doktor tarafdan, vrach tarafdan, больница tarafdan. Akasi katta problema ekan meditsina tarafdan. Qarash. O'zlari ham жаловаться etadi. Bu yerda brufen degan dori bor-da, обезболивающий. Ibuprofen, brufen. Qayting og'risa ham, qo'ling sinsin, например. Любой yering tanangda bir yering og'risa, больницаga borsang birinchi o'sha tan. Menda shunaqa bo'ldi, aka. Ana shuni yozib beradi. Xo'p, bola katta bo'lsin, xo'p kichkina bo'lsin, o'zining dozirovkasi bor. Ana shu dozirovkaga yaxshiga qarab, ana shu brufen, ibuprofen degan dorilar bor. Davo berdi. Shuni aytadi, seni qayting og'riyapti, ularga не волнует. Bitta shuni yozib beradi, yana bir ikkita yana bir dorini yozib qo'shib yozib beradi, bo'ldi. Ana shu dorini ichib, keyin deydi. Agar yana yomon bo'lib ketayotgan bo'lsang, doktorni kel deb chaqirishadi. Doktorni yana shu ahvol bo'ladi. Portugaliya boshida kelganimda, turistik viza bilan kelganman. Shu litovskiy vizani ochib kelganimizda примерно 2 yil, 2,5 yil kutasan degan. Legalizatsiya olishga. Titulida rezidensiya deb aytiladi. Bu yerda legalizatsiyani PNJ. 2 yil, 2,5 yil kutasan degan legalizatsiyani. Shundan bizlarga примерно 1 yil 2 oyda, 2 oy deganda chiqdi legalizatsiya. Ko'p ham kutmadik, bunday qaraganda. 1 yil 2 oy deganda legalizatsiya chiqdi. Shundan 1,5 yil deganda men uyga qaytib ketdim Qozog'istonga. Lekin o'sha payt legalizatsiya bo'lgansiz, ishlamaygansiz, to'g'rimi? Beton bo'lgansiz, to'g'rimi? O'zi ishlab yurishingiz kerak, to'g'rimi? Ishlab. Bu yerda legalizatsiya olish uchun постоянно налоговый отчисление bo'lish kerak. Har oyi ofitsialniy ishlashing kerak, kontraktda. Agar kontrakting bo'lmasa, sen legalizatsiya olmaysan, bekor yursa. Shuning uchun bu yerda
налоговое отчисление qilish kerak har oyi. Чтобы legalizatsiya olish uchun последние 3 oy senda налоговое отчисление bo'lishi kerak. Ular hisoblaydi. Dokument topshiriq qiladi. O'rtoqlar, mana shu joyda aytib ketishim kerak. Sizlar turistik viza bilan kelmanglar iloji boricha, chunki turistik viza bilan kelganingizda VNJ olish qiyin bo'lyapti. Men sizlarga maslahat beraman, рабочий viza bilan yokida student vizasi bilan kelinglar. VNJ olishga sizga ko'proq shans bo'ladi o'sha vizalar bilan va sizlarni kutib qolamiz. Legalizatsiyani olgandan keyin 3 oydan keyin men uyga keldim. Qozog'istonga ketdim. Qozog'istonga ketgan oyim fevral oyi keldim Qozog'istonga. Mart oyida hamma mamlakatlar qatori Qozog'iston ham karantinga yopildi. Covidda. Shu bilan hech kim shaharga chiqamagan bo'lib qoldi. Shundan biz Qozog'istonga qaytib ketdik. Keyin meni legalizatsiyamni so'rovga kelib qoldi u paytgacha. Qaytib ketaman deguncha. Bu paytda bitta shunaqa programma bor edi. Onlayn dokument topshirib. Bitta SEF, bu paytda SEF edi. Hozir AIMA deb xatini o'zgartirgan. Bu paytda SEF edi. Shu SEFga borishni hojati yo'q edi. Onlayn programma sayt orqali shunaqa udobstvolar qilindi bu yerda. Onlayn topshirishga, onlayn topshirib, suratingni yuborib, rezidensiyani cho'zdirib olish. Shunaqa udobstvolar bo'ldi и keyin akam xabarlashdi. Mana shunaqa udobstvolar bo'lyapti. Kelmasang ham bo'ladi, kelmasdan продлевать etsa bo'ladi dedi. Bo'ldi, как раз yaxshi bo'ldi dedik. Shundan uslugalarni, pullarni barini yubordik. Portugaliyaga kelishim, потом shu bitta akamlar bor edi. Italyan bor. Akam ismi Xayrulla. Kenlaym Dilnazo. Ular oilasidan bitta turadi. Rustam aka, mana hozir данный момент men qizim bog'chada o'qiyapti-da. Bir необычный narsa ko'rdingmi shunda? Razницani ko'rdim. Действительно shunday. Sen aytganday. Biroq hamma har xil sadiklarni har xil o'zining programmasi. Nega unday deyapman? Потому что boshida bizlar oilam kelgan paytda Agidada yashardim, Agida degan shaharda. U paytda Santa Casa degan nimasi borda, organizatsiya borda, katta ekan. Основной mana shu dom престарелых, детский sadlarga mana shu Santa Casa organizatsiya qaraydi. Agar bolang Santa Casada o'qiyotgan bo'lsa, u yaxshi детский sad. Ular juda yaxshi qaraydi Santa Casada. Boshqa organizatsiyalar bor, допустим, maktabni sadigi, keyin yana частный sadiklar ham bor bu yerda. Ularda уже programmasi более свободный. Потом Coimbrada maktabni sadigiga berganman. Потому что odam ko'pchiligidan shaharning o'zida sadik bo'lmagandan keyin sal shaharning chetida sadik topib, shaxta sadikka berganmiz. Yoqda unda qaramas edi Santa Casaga. Yoqda razницasi katta ekan. To'lovlar farqi bormi? Immigrantda rezidensiyasi yo'q, sizning rezidensiyasi bor. Qanaqa to'lovlar? Bir xilmi yo'q, har xilmi? To'lovlar ham har xil bo'ladi. Men sadikka olib borgan joylarim hammasi tekin. Chunki bizlarda 3 bola. Bu yerda многодетныйlarga yaxshi qaraydi, yaxshi поддержка beradi, пособие beradi. Mana shunaqa sadik, maktab ko'p narsadan diskonto deydi. Diskonto degan nimasi borda? Ligota. Ana shu ligotalari ko'p. Ana shunaqa narsalar ko'p yaxshi qaraydi. Fabrikada ishladim Agidada. Et fabrikada kontraktim tugagandan keyin bir ish chiqdi. Kiyim yig'adigan. Buni odamlarga kerak emas, bu ishni kiyimlarini отдельно bir yashikka solishadi bular. Bu kiyimlarni keyin bizlar yig'ib bitta skladga olib borib konteynerlarga ortardikda, u kiyimlar mana shu малообеспеченный mamlakatlarga yuborishadi. Afrikaga, mana shu arabskiy mamlakatlarga yuboradi. Yoqda ular может даже second-hand magazinlarga ham yuborishadi. Tozalab, shunaqa перебирать etishib. Ana shunaqa yig'adigan ishda ishladim. Bir qiziq ish ekan u. Chunki bizlarda Qozog'istonda unaqa narsa yo'q.
Bu yerda birinchi marta ko'rdim bunaqa ishni. Parallelno u ishda ishlab, men bu yerda чтобы taksist bo'lib ishlash uchun birga bu yerda o'qishing kerak, sertifikat kerak. Bu sertifikatga o'qish uchun kurs o'qiysan. O'zini определенный soati bor. Ana shu soatlarni o'qib, texnika безопасности har xil kurslarni o'tib, ekzamen topshirib, keyin sen legalno sertifitsированный taksist bo'lib ishga kirasan. O'qib kurslarni bitirdim. O'qib bitirgandan keyin bari bitirdim degan dokumentlaringni bu yerda IMT degan joy bor. IMT degan joy u mana shu mashina pravosini, mashina dokumentlari xohlagan organizatsiya. Shirkka topshirasan dokumentlarini. Bari dokumentlarni topshirdim, ular adabrat etdi, menga sertifikatni qo'lga berdi. Bu sertifikatni qo'lga bergandan keyin sen уже shu sertifikatlar bilan, pravoing bilan, qo'lingda titulli rezidentsiyang bilan обязательно portugalskiy pravo bo'lishi kerak. Ana shular orqali sen уже boyagi Uber приложение, Bolt, taksiparkning приложенияларын skачать etib, shu уже приложенияларga ana shu qog'ozlarning boyagi sertifikatlarini so'raydi. Shetga уже registratsiya qilib ishlash uchun ham bu yerda bir narsa legalni bu yerda ishlash kerak. Чтобы ishga kirish uchun senda bir minimum 7 yillik mashina kerak. Mashinang свежий mashina bo'lishi kerak. Agar допустим hozir 2025-yil bo'lsa, seni mashinang kamida 2018-yil bo'lishi kerak. 2017-yil mashina уже olinmaydi. Bunaqa taksiparklarga. Shunga yarasha agar o'zingda mashinang bo'lmasa, menga o'xshab men ishlaganday men arendovat etdim mashinani birinchi, keyin protsentga ishladim. Qaysi shahar? Coimbra shaharida ishladim. Coimbra shaharida ishlagan sababim chunki men yerda akamlar yashardi. Men yerdan ular orqali uy topdim. Семьям olib keldim yerga. Shundan keyin и плюс к этому u shahar studentskiy shahar. Juda ko'p studentlar и studentlarni bilasizlar. Pushkin yurish kelmaydi. Sal bir narsa bo'lsa taksi chaqirishadi. Shundan shu shaharda ishladim. Kunduz kundan ko'ra tunda ish ko'proq bo'ladi. Bakon shu yerda studentlari uxlamaydi. Чисто ночной город. Butun Portugaliya studentlari desa ham bo'ladi. Shu yerda Coimbra degan shaharda yashashadi и parallelno ispanskiy studentlar, Ispaniyadan kelgan, Italiyadan kelgan, Polshadan kelgan studentlar ko'p edi. O'zim endi taksovat tanishib, даже o'rtoq bo'lib qolganlarimiz ham bor. Afrikanskiy studentlar ko'p. Kunduz kundan ko'ra men tunda ko'proq ishlardim. Rustam aka, siz Portugaliyada ko'p shaharlarda bo'lgansiz. Sizga qaysi shaharlar ko'proq yoqdi o'zi? Portugaliyani eng yoqqan, yurakdan bergan shahar, birinchi kelgan shaharim Aveiro shahari. Shu yerda 1,5 yilcha ishladim shu shaharda. Shu shahar menga yoqadi ko'pincha, chunki bu yerda klimat yaxshi, klimat yumshoq. Bunaqa qor yog'maydi, moroz bo'lmaydi. Ikkinchidan, okean yaxshi, yoqadi menga o'zimga. Okean yaqin, yashagan uyimdan okean расстоянияsi 20 kilometr edi. Har dam olishlarda 10 kunda bir borib turadi. Qanday voqea bo'lgan? Необычный voqea. Необычный voqea bo'lgan. Bir kuni vizit keldi tunda. Bordim. Borganda klientdan xabarlashdim. Klientdan telefonda gaplashdim, adresini уточнять etishga. Keyin klientdan gaplashib bo'ldim, u menga adresini tushuntirdi. Bordim oldiga. Televizor ortadigan bo'ldi. Mashinadan tushib, televizorni ortib berdim. Mashinaga u klient o'tirdi. Afrikalik bola edi, Angoladan kelgan. Shundan o'tirdi mashinaga. Gaplashib, tanishib, gaplashayotgan edik. Portugal tilida gaplashyapmiz. U mendan so'radi, "Sen o'rcha gapirishni bilasanmi?" dedi. "Ha, bilaman" dedim. Shundan o'rcha gapirishni boshladi u o'zi. O'rcha gapirishim ben hayron qoldim. Qanaqa bilasan o'rcha desam, u aytdi menga, "Men 7 yil Peterda o'qiganman" dedi, Sankt-Peterburgda. Rossiyada o'qigan ekan, student bo'lib.
Qayerdan bilding sen meni o'rcha gapiradiganimni desam, seni aksenting dedi, portugalskiy aksenting dedi. Ruskiy aksentga tortib ketyapti dedi-da, shu SNG aksentga tortyapti. Уже mana shu Rossiyada o'qigandan keyin bilaman, shu ajrata bilaman shunaqalarni. O'zi u aqlli bola. Oti Braulio degan bola. Chotki bola. Shundan u bilan tanishib, o'rtoq bo'lib qoldik. O'shandan keyin, ha? Shundan keyin tanishib, ana shu eng qiziqarli voqealardan biri shu. Eslab qolganingiz Eslab qolganim shu bo'ldi. O'zi ham yaxshi bola edi. Fizioterapevtga o'qiyapman dedi. И будущий уже menga Xudo xolasa Barselonani dedi, anaqasiga ishga kirgim kelyapti dedi. Fizioterapevt bo'lib. Barselona klubiga dedi. Bu musofirda yurish o'ng'ay emas. Ota-onam duosi bilan yuribmiz. Allohga ming shukr qilaman. Ota-onam borligiga rahmat. O'rtoqlar, biz hozir maktabda olib turibmiz. Bu maktab ichida biz portugal tilini o'rganamiz. Portugaliya ataydan immigrantlar uchun qulaylik yaratib berdi. Portugal tilini o'rganish uchun va buni sertifikati bizga keyinchalik fuqarolikka kerak bo'ladi. Dars o'zi kursi hozir mana yanvardan boshlandi, maygacha bo'lar ekan. 7 dan 11 gacha ataydan kechki payt bo'lyapti. Ishchi odamlarga qulaylik yaratilgan darslar dushanba va seshanba kunlari bo'lar ekan. Like bosing, obuna bo'ling, kommentariy qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Ciao.